Assalomu alaykum, yaxshi kanalimiz obunachilari hamda klientlari hamda bilmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Arzon mashinamiz chiqib bo'ldi, hozir bozorga keldik. Akamizga barterga o'tib qolibdi. 2007-yilda chiqarilgan Lacetta'miz standart holatda. Mashinamiz ponni ko'zdan kechirdik, suyaklari butun ekan. Motorlarigacha ko'rib turganingizdek 1.6 motor qo'yilgan. Dokumentarni motorlar qo'yib berishgan ekan. Buni motorni almashtirganlariga sabab ko'pchilik biladi, Optra bo'ladi, 2007 Optra. Motori janjalini hisobiga 1.6 motor qo'yib olib qo'ya qolishgan ekan. Salonlariga keladigan bo'lsak, salonlari akkuratni. Diska holatlarimizga keladigan bo'lsak, diska holatlar yumshoq qotishmali diskalarimizda balonimizgacha yangi qo'yilgan ekan. Mashinamizda ponni ko'zdan kechirganimizda 3-4 detallarda petnolari chiqdi mashinamizda, lekin suyagi butun ekan. Bagaj holatlarimizga keladigan bo'lsak, bagaj holatimizda metanimiz bor, takalenli metallarimiz qo'yilgan ekan. Zapaska, balon kuloch, domkratlarimiz ham o'z o'rnida. Lacetta'mizni bir o'tatib ko'ramiz. Motor holatlarimizga keladigan bo'lsak, motorlarimiz ham o'ta jim holatda ekan. Salon holatlarimizda ashibkamiz, torpedalarimiz, sidinalarimiz o'ta tiniq holatda desak ham bo'ladi. Mashinamizning eng qiziq joyiga keladigan bo'lsak, narxida. Narxini akamiz menga barterga o'tib qoldi, ukam 3.5 ming qo'yib beringlar, sunnatiga ozmoz o'tib beraman deyishyapti. Aloqaga chiqishlaring uchun mana shu nomerlarga bemalol murojaat qilishlaring mumkin.